Men ilgari yahudiylar va masihiylarga nisbatan salbiy fikrda edim. Hech qanday sababsiz, faqat targ'ibot va boshqalarning gaplari sababli. Lekin institutda hammasi o'zgardi. Guruhimizda turli millat va din vakillari bor edi. Biz gaplasha boshladik, biz do'stlashdik. Shunda men tushundim, ular haqida gapirgan gaplarning hammasi ham rost emas ekan. Va Xudo meni to'xtatdi. Men Xudoga tez-tez savol berdim. Nega bu dunyoda biz gaplasha va do'stlasha olamiz-u, Xudoda yo'q? Axir Xudo ajratadimi? Yo'q, Xudo birlashtiradi. Men Xudodan javob oldim. U haqiqatni ochdi. Haqiqat esa meni ozod qildi. Bugun men turli din va millat vakillarini sevishim va hurmat qilishim mumkin. Chunki nafrat Xudodan emas. Men yahudiylar haqida gapirsam, ko'pincha menga shunday deyishadi: Falastinga qarang. Men qarayman. 1000 yillar davomida bu yer yahudiylarning yeri bo'lgan. Yahudiya yerning bir qismi bo'lgan. Keyin arablar kelib xalifalikni o'rgatgan. Bugun esa yahudiylar o'zlariga da'vo qilgan yerni himoya qilinmoqda. Agar arablar yahudiylar yurtida ular bilan tinch yashashga rozi bo'lishganida edi, hech kim qarshi bo'lmas edi. Ammo muammo boshqa joyda. Isroilni va yahudiylarni yer yuzidan yo'q qilishga oshiqqan chaqiriqlar bor. Rostini ayt. Agar seni va xalqingni yo'q qilishni xohlashsa, sen nima qilarding? Nega ichkarida yo'q qilish haqida so'zlar, omma oldida esa ayblovlar va shikoyatlar? Birovlarning qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib nafrat bilan o'ylashdan oldin tarixni o'qi, Tavrotni o'qi. Xudo Ibrohimga shunday dedi: Senga va naslingga men bu yerni beraman. Seni kim barakalasa, men barakalayman. Seni kim la'natlasa, jazolanadi. Ko'plar senga qarshi chiqadi, lekin bu mendan emas. Senga qarshi chiqqanlarning barchasi qulaydi. Endi men sendan so'rayman. Bugun seni qaysi salbiylik, qaysi nafrat zaharlayapti? To'xta. Ichingdagi barcha yaxshilikni o'ldirishga yo'l qo'yma. Gaplashib boshlagin. Muloqot yolg'onni buzadi. Muloqot qotilliklarning oldini oladi. Muloqot hayotni saqlab qoladi. Obuna bo'l, izoh qoldir, like bos va ulash.